forscha so'z bo'lib, Eshon xo'ja mana qarang. Eshon xo'ja to'ra. Hammasi bir shaxsga aytiladi. Ya'ni insonlar ichidagi turlari ko'p bo'lsa, o'sha bir turga aytiladi. Kim? Payg'ambar avlodiga alayhissalatu vassalam. Rasululloh alayhissalatu vassalam bugungi kunda avlodlari bormi? Ha, bor. Bizni diyorlarimizda ularni haligi naqoba deyiladi, haligi uyushmasi, jamiyati yo'q. Lekin arab o'lkalarida, masalan, Misrda katta Darul Ashraf degan katta binolari bor. O'sha ishonlarni, o'sha nimasini, jamoatini to'plab turadigan, balkim u yerda shajaralar saqlanadi. Hazrat Hasan, Hazrat Husayn deb turib va o'zi tarixdan Alloh taolaning hikmati bo'lgan ahli baytni quritamiz deb turib o'sha vaqtda dushmanlar o'sha ahli baytni har xil bahonada o'ldirib yuborishga harakat qilgan. Hazrat Hasanlar ba'zi rivoyatda keladi 700 ta ayol olgan deb. Hazrat Husayn ko'p uylanmagan, Hazrat Hasanlar kabi o'sha nimalar ahli baytni peshvolari 700 ta ham olgan. Chunki nega ular dushmanlar ahli baytni, ya'ni Rasululloh alayhisolatu vasallam avlodini qirib olmoqchi, ular ana o'shalarni niyati ijobat bo'lmasin, maqsadiga yetmas deb ko'paytirilgan. Demak, eshon so'zi yoki xo'ja degan so'z, to'ra degan so'z yoki sayyidlardan deydi. U kishi eshonlardan, u kishi xo'jalardan, sayyidlardan, to'ralardan deydi. Aslida o'sha payg'ambar alayhissalatu vassalamning avlodlariga aytiladi. Xo'p, eshoni ko'proq mashhur. Keyin o'zi u yerda bor, xiloflari bor. Eshon bilan xo'jani orasini, ulamolarning o'zining so'zlari, eshon haqiqiy Hazrati Fatima onamiz, Hazrati Hasan Husaynlardan bo'lganini aytadi, Hazrati Alining bolalari, lekin xo'jalar Hazrati Alini, masalan, Muhammad degan o'g'li bo'lganda boshqa ayoldan bo'lgan. O'shanaqa qilib turib, Hazrati Alini boshqa ayollardan bo'lganlarni xo'jalar deyiladi degan xiloflar bor. Lekin umum aytgan paytimizda demak, eshonlar, xo'jalar, to'ralar, sayyidlar payg'ambar avlodi bo'lgan bir sulolaga aytilar ekan. Eshonni o'z asli ma'nosi forsiy so'z bo'lib, ma'nosi shu ekanki, ana u kishi degani. Ana u kishi qayerdan keladi desangiz, ular vaqtida fotihlar kelib, ya'ni bizga islomni olib kirganlar, o'shalarning ichida payg'ambar avlodi o'zlariga shuni yuklagan. Qayerga borsak Allohning dinini yetkazish. Da'vat qilamiz, Allohni tanitamiz, keyin u yurtdan keyingi yurtga, u yurtdan keyingi yurtga ketaveramiz deb avvalda ular ajdodlari mana shuni o'zlariga vazifa qilib yuklagan bo'ladi. O'sha vaqtda albatta bizda forsiy tillar bo'lgan bo'ladi. Islom kelgan paytda bizning o'zbekchamiz yo'q edi. Buni ochiq e'tirof qilishimiz kerak. O'shaning uchun Hazrati Buxoriyning o'zbeklikda forsiy degan tortishuvlar u xato narsalar. Tushunarlimi? U paytda unaqa biz o'zbeklar yaralmagandek-da, u aniq edi. Mana shunday, lekin ko'proq o'sha o'lkada fors tillari bo'ladi. Fors tili demak ana u kishi deb. Haligi bir kishi, obid kishi, olim kishi, da'vatchi kishi keladi-da, qishloqda bir mahallani da'vat qiladi-da, keyin ketadi. Yaxshi narsa o'rganib olingandan keyin bu qayerdan bu so'z desa, ana u kishi deydi. Yo'q, ana u eshon. Eshon ana u kishi. Demak, u payg'ambar avlodlari bo'lgan zotlarga o'sha qadimda shu ism qo'yilgan xalq tarafidan. Tushunadimi? Lekin uni hozirgi kunda mana yuqorida aytdim, ashroflar deyiladi, sharif deyiladi. Dunyoda hozir masalan Misr kabi bir mamlakatlarda ularni payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bugungi kungacha kelib turgan sulolasi rasman tayinlangan va saqlangan muhr. Men shuning uchun bu eshon bo'lamiz kabi eshon bo'ldirib aytamanki, agar shajaralaringiz bo'lsa o'sha yerga borib tasdiqlatingizlar. Berasiz, 3 kunda ko'rib beradi. U noto'g'rimi, to'g'rimi? Nega noto'g'rimi, to'g'ri deyapmiz? Bizda o'sha eshonlarga vaqtida o'rusni qattiq tizimida nima qilindi? Qattiq hujum qilindi. Eshonzodalar va ulamolarni hammasini qirg'in qildi. O'shanda eshon bobolar shajaralarini imkon qadar bir solih muridlarga berib qo'yadi-yu, solih muridlarini ular vafodor eshonlarga. Eshonlarga murid, ya'ni talaba. Eshonlarini saqlaydi, eshonlarni sirini asraydi. Lekin ularning avlodlari keladi-da, bunaqa falon eshon bo'lib o'tgan deb turib, boyagi shajarani o'zlashtirganlar ham bo'lgan. Shuning uchun ham bizni eshonlarga eshon ekan deb to'liq ishonib ketmaymiz. Illa shajarasi bo'lsagina o'zi nasl masalan Maxdum Azamga o'xshash ularni o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha vaqtda saqlanib, sulola bo'lib kelganlari bor. Yoki bir eshonman desa, ko'rsatsin hujjatini. Hujjatini ko'rsatsa biz haqiqatda payg'ambar alayhisolatu vasallam avlodi ularni ulug'laylik, yanada ehtirom qilaylik. Qaysi bir shajarasi bor, arab o'lkalaridagi o'sha tasdiq beradigan idoralarga kelsa, ular borligi, haqiqati yoki yo'qligini aytib beradi. Endi eshon bobomda so'zi bo'ldiki, bu yerda eshon bobolar dedi, o'sha bu kishi meni aytdilar, domlam Turkmanistonga bir qarshida Shahrisabzdanmi? Shahrisabzda eshonni kelganini ko'rganman. Eshonga butun yaxshi mollarni berib bir
kamazmi, bir damazmi mashina qilib to'ldirib mollarni olib ketadi. Lekin ular eng yaxshi molni berardi deydi. Bizda deydi Eshonbo'larga shunaqa hurmat deydi. Bu qayerdan kelgan deydi. Eshonbo'ni joyiga deydi biz o'g'illarimizni dumalatardik deydi. Farzandlar shunaqa qiladi. Hammasi tabarruk ma'nosida. Tabarruk ma'nosida shuki bu zotda payg'ambarning qoni bor deb turib qalban har bir kishi Rasulullohga muhabbatdan ixlos qiladi. U to'g'ri noto'g'ri nimasi teba shajarasi bor yo'q. Bu yerda muhabbat to'g'ri Rasulullohga boradi. Uni shaxsiyatiga bormaydi. U eshonni o'ziga bormaydi. Mana shuni biz ham alhamdulillah men Alloh oldi Boylarol qishloq odamman. Biz buni yoshligimizdan ko'rib kelganmiz. Yoshligimizda ko'rib kelganligimiz dadam rahmatli Fayzullo mana Maqsim deyiladi. Maqsum o'sha Mahdum u kishilar nima bo'lgan? O'sha eshonlarga murid bo'lib, aynan o'zlarini eshonlari Qilichxon Eshonbobo bo'lardi. Qilichxon Eshonbobo asli bizni pochchalarimiz bo'lgan. Mana men Haydarovman. Haydar otam o'zlarini eshonlari bo'lgan, Nurotalik eshonlar bo'lgan, Navoiylik eshonlar bo'lgan, Qilichxon otani, Qilichxon Eshonboboning dadalari. Bir kun kelsalar, Hazrat deyapti, Eshonbobo jonim deyapti, mana bu qizimni kichkina go'dakcha qizi, ammamiz. Sizga nazr qildim, ya'ni Qilichxonga berdim. Xohlang hozir olib keting yoki voyaga yetkazib, balog'atga yetkazib ber desangiz, boqib beraman deb. Yo'q, kattartirib bering deb. Qilichxon Eshonboboga beryapti-da, Haydar otamiz. Men Haydar. Haydar ota qizini berib, eshonni o'ziga kuyov qilyapti, hurmati, ehtiromi buyukligi yuksakligida. Mana shu holatda endi sizga asosan yetkazmoqchi bo'lgan so'zim shu. Nima qiladi, qarang. Eshonlarni shunaqangi haqiqatda qalban hurmat qilishimiz kerakki, o'rus zamonida, ateizm zamonida bilasiz, masjid, madrasa yo'q edi. Nomiga bordi masjidlar. Madrasa itloqan arabam yopilib qolgan. O'sha vaqtda butun O'rta Osiyoda din bo'lib qolishiga sababchi eshonlar bor. Nega? Eshonlar yuqorida aytdik, ajdodlardan olgan bir nimasi udumi bor. Ajdodlardan olgan bir ta'limoti bor. Ular shunday kelishadilar. "Ho'y, sen falonchi" deydi. Masalan, amakilar yig'ildi. Eshon haligi zodalar aytadiki, "Siz deydi Jizzaxda deydi G'allarolga boring" deydi. "Siz deydi Baxmaliga boring" deydi. "Siz deydi bu yoqqa boring, siz bu yoqqa boring" deydi-da, hammasini dinidan xabar oling. O'rus zamonida hech madrasa, da'vat imkoni yo'q, illo eshonlar turib bergan. Ular nima qiladi? Mana biz Qilichxon Eshonbobomiz ham qishloqqa keladi-da, bo'ldi, kelgandan keyin qishloqda bir oqsoqollar, Eshonbobomiz kelibdi. Eshonboboga hurmat nimadan? Hammasini sabab Rasululloh alayhissalatu vassalomga bo'lgan hurmatdan. Eshonbobo mana shunaqa ziyofatlarda o'tiradi, oldin ziyofatlar yeyiladi, keyin o'sha yerda ta'lim ketadi. Mana men shunda bo'lganman. Ya'ni men 76-yilman. 81-yil bo'lsa nechaga kirgan bo'laman? 5 yosh bo'laman. 5 yoshdagi holatingizga aytib beraman. Balkim "Man Robbuk" qabrga tushganimizda bizdan birinchi so'raladigan savol 3 ta. "Man Robbuk" deydi, munkar nakir keladi. Nakir munkar keladida, qabrga tushdik. Oyoq Rasulullohning so'zlari, hadisda aytildi. Oyoq tovushlari eshitilmay qolgan bir muddat bo'lgandan keyin, hamma ketib bo'lgandan keyin bizga munkar nakir keladi. Har birimizga. Hofizi Qur'on bo'lasizmi, olimi ulamo bo'lasizmi, avliyo asfiyo bo'lasizmi, illa munkar nakir keladida sizdan 3 ta savol birinchi so'raydi. Robbing kim deydi? Dining nima deydi? Keyin payg'ambaring kim deydi? Men shuni 5 yoshligimda mana Qilichxon Eshonbobomiz kelsalar, bizda bunaqa elektriklar yoqilib turardi avvalda. Ziyofatda dadam rahmatli berardilar, keyin svitlar o'chirilardi. Tokchalarda chiroqlar bo'ladi, pilik chiroqlarchi, shuni yoqilardi. Nega? U ateizm zamonida qaysi vaqtda boyda bosirib kelib qolishi mumkin. Keyin Eshonboboni o'sha to'riga o'tkazib qo'yiladi, xontoqda bo'lardi. Xontoqda tizzalariga dadam endi ustozim, o'sha Eshonbobo ham o'zini hozirgi meni holatimdan kelib chiqib aytamanki, o'sha paytlarda, o'sha kunlarda o'zlari xohlagan ekanlar-da. Nega? Bizni tizzamizni o'tkazib qo'yardilar. Keyin tizzalariga o'tkazib ma'ruza qilardi, boshimiz silab. Keyin men ziyib ketaman, 5 yosh, menga u narsalar yoqmaydi. Soqollarni bilmayman, o'ynashim kerak deyman. Xonim qaynab turgan, soqollari oppoq bo'lardi. Eshonbobolikdan uzun, lekin oppoq. Soqollarini tortib o'ynardi. Qo'llari mana soqol og'riganiga qo'lim sekin olib qo'yardi. Keyin u yetmaganda qoshlari bunaqa edi, qoshlari yopishardi. Qo'lim sekin olib qo'yardi. Lekin men zerikib ketib turib ketaman desam, shu joyga qarab, turib ketaman desam, belni ushlab yana o'sib qo'yardi. Balkim ko'p kunlarda, tunlarda tizlarda uxlab qolganman. Asosan nima derdi? Qarang, eshonni vazifasi shu. Hamma eshon ham shuni qilgan. Kelgan muridlardan, murid kim? Eshonni talabasi, shogirdlar. Hamma muriddan dinni so'ragan. Dindagi avval nima bo'ladi? Dinga kirish, islomga kirish, shahodat kalimasi. Mana shunday o'tirardi, esimda bor. Hali shu so'zni aytaman sizga. O'sha o'tirgan jamoatdan birinma-ketin kalimani aytkizardi.
Ayt badbaxt kalimani deydi, ergashib cho'chib ergashib o'tirib u yoqda. Siz o'rnida ergashib ol, biz qudamiz. Shu daraja ergashib Uzoqda o'tirgan, qo'rqib ketadi. Ko'pincha aytib bersa to'g'ri, hozir baqiradan qo'rqmay turmadi. Haligi aytaman, birinchi aytdikda kalimani. Shoning ergashib 70 ga borib qoldi. Kalimani aytolmaydi. Ayt badbaxt kalimani ertaga Eshonboga hurmati baland. Aytolmaydi. Eshonbo bittalab talqin qiladi, aytkizadi. Ertaga badbaxt yerida. Ertaga qabrga tushganingda men Robbik deb so'raydi. Qarang, shunda qolgan. Madinuk deydi. Men nabiyuk deganda baloni aytasanmi badbaxt deydi. Keladi gurzusi bilan bir uradi. 7 qavat yerga 70 parcha bo'lib kirib ketasan. Boshingni tilka pora qiladi. Zarra bo'lib ketasan. Keyin yana Alloh yig'il deydi. Jamlanasan, keyin yana so'raydi. O'sha kunda nima aytasan badbaxt deb eshonlarning vazifasi mana shu bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Bizda madrasa yo'q, masjid yo'q yoki bunaqa da'vat imkoni, mana sizning sharoitingiz yo'q. Eshonlar qishloq yurib, akalar Allohning dinini mana shu yerga yetkazganlar. O'sha din har u qishloqda bu domlalar, u qishloqda bu mulla bo'lib turgan paytda istiqlol keldi-yu, istiqlol kelib turib, alhamdulillah domlalarimiz madrasalarimiz tiklay boshladi-yu. Ana o'sha eshonlar tikib ketgan, ekib ketgan samaralar mana biz bo'ldik. Mana oddiy misol, o'sha Eshon bobomizni o'zini aytaman. Eshon bobomiz 14 yoshligida o'sha o'risning zulmidan omon qolgan. 15 yoshli akalari, otalari, bobolarigacha o'ris qirib olgan. Aytgan ekanki, mana eshon deganlarni 14 dan pasi, 14 qosib, lekin 15 bo'lsa ham olib kelib, bir boshdan xuddi hayvonni so'yib olgan. Eshon bobo o'sha vaqtda endi qarang 14 yosh bo'lib qolib ketgan. Lekin qarang, dadam yig'lab karomatlarini aytardi. Dadam rahmat o'qishni o'qigan. Ham nimasi bo'lgan? Pochchalari bo'lgan-ku. Bu yoqdan dadamning dadalari Beknazar ota bo'lgan, Maqsum bo'lgan o'qishan. O'g'limni shu tahsilini, ilmini chiqarib bering, men buni Mir Arabga olib kiraman deb turib, Sirdaryoda Eshon bobo Sirdaryoga borgan. Endi u vaqtda Buxoroga, Mir Arabga Esengedan, Essirdan 9 ta odam kirgan. Uning uchun vayda ko'p katta bir tanki kerak, sababchi kerak, vositachi kerak. Biz bir vohadamiz, Jizzaxdamiz, G'allorolda qishloqdamiz. O'shani topgunicha Eshon bobo, Qilich Ixon Eshon boboni uylariga meni dadamni Beknazar otam, ya'ni dadalari bergan bo'lgan. Mana shu holatda endi Qilichxon Eshon boboga shogird dadam. Endi dadam armiyadan kelganlaridan keyin nima bo'lyapti? O'rtada qisqa ketyapti. Dadam endi o'sha yo'l davom ettiradi, otasining yo'lini. Bizning xalqimiz iymonsiz. Bizning xalqimiz Qur'on tanimaydi. Eshon bobomni chaqiray. Qachon bo'lardi bu? Kuzda oxirlari, qishda boshlar. Nega? Bizning xalqimiz mehnatkash, hali ketmonchi, nima? Dehqon. Hammasi ketmonlarni qo'yib uyga kirar ekan, issiq uyga fursat bilardi otam, ularni Eshon bobo deb telegraf bo'lgan paytda telefon qilib, G'allorolga borib telefon qilardi, chaqirilib Eshon boboga bayda qo'ylarni so'yib, shu sovg'alarni berib, o'tkazib, maqsad Eshon bobom gapirib qolsin. Endi qarang, Eshon bobomiz birida 14 yosh ekanlar. Bu yurtdan bu elga, ana shahardan bu qishloqqa qochib birida poyezdda ketyaptilar. O'riston qochibdi endi. O'zlari qolgan. Endi bir mahalla haligi konduktor deyladimi? Bilet. Konduktor, kelyapti, provodnik kelyapti, bilet deyapti. Qaysi bir bekatda. Eshon boboda hatto oyog'ida narsa bo'lmagan ekan. Cho'ntagida pul yo'q, tiyin yo'q, lekin haligi konduktor bar pul so'rash kerak. Bir mahalla konduktor yaqinlashgandan vagonlarda skemikasi bo'lar ekan, shuni kirib olar ekan, yashinib. Lekin bo'yi novcha uzun, oyoq chiqib turibdi-da, oyog'i tepadi boyagi. Nima bo'lgan, oti Aleksey bo'lganmi, Andrey bo'lganmi? Deb, "Voy bola, nima qilyapsan? Chiq bu yoqqa, qani bileting?" Eshon boboda bilet yo'q, cho'ntak kechasi yo'q. Keyin qarasalar, bir sigaret qutisi yotgan ekan, tagida. Shu sigaretni qo'lni, qutisini shunday olib, o'ng qo'lda, chap qo'lda uzatib, boshlarini chiqarmayapti shunday. Skemikaning tagida, mana stol tagida uzatib beryapti-da. Endi qarang, Alloh taolo o'zini quli qiyinchilikka tushib qolgan paytda qanday e'zozlab ulug'lab qo'yadi. Shunday ko'ryapti-da, boyagi konduktor, seni tuppa-tuzuk bileting bor ekan, o'tirib ketishing kerak ekan. Chiq bu yoqqa o'tir degan. Qo'lidagi o'sha paytda nima sigaretlar bo'lgan? Kosmos nima bo'lgan? Prima, Astra. O'sha sigaretning qutisini Alloh azza va jalla ulug'lab qulini majbur bo'lib qolgan, bilet qilib ko'rsatib qo'ygan. O'sha xullas karomat sohib bo'lgan Eshon bobolar bizlarda kelib xalqimizni tuzalishiga sababchi bo'lgan. Balkim hozir mana hali O'zbekiston kelganda men uyimga G'allorol o'sha otamning hovlisiga kelingiz. Men bordim, mana shunday bazmi jamshid bo'lib ketadi. 5 mahal namozda jamoat, ma'ruza, dars 5 mahal qozon qaynab turadi. Bu ovqat tugaydi, kelgan odam son sanadi. Kelibdilar deydi, bir bu gruppasi yo'q ular. Lekin bir-biridan telefon qilib keladi. Ya'ni
uyimiz shunday bir barakali bir da'vat markazi bo'lganda, men o'ylayman buni o'sha Eshon bobomiz dadamizni o'sha vaqtda xotirlab, ey Allohim shu Fayzulloh bor butuni qo'yyapti. Da'vat uchun dining tarqasin deb buni qishloq ahlini chaqiryapti. Ey Robbim shuni nasldan chiqardi deb duo qilganki, uyimiz mana shunaqa. Ana namozni Al-Qur'onda namozni xushu bilan o'qish degan bir nimamiz bor, darsligimiz bor. Asli uni ma'nosi namozni mazmun mohiyati edi. Lekin diniy idora shunaqa nom qo'ydi. Ya'ni namozni xushu bilan uni o'qish. Uni albatta eshitning. Nega desa ko'pingiz mana domladan tashqari, ishonlardan tashqari mazmunni bilmaysiz. Qaniydi Fotihani mazmunini bilsangiz, qaniydi o'qiyotgan Kavsar surasini mazmun bilsangiz, qaniydi At-Tahiyotni bilib uni tarixini bilsangiz edi, sizdan afzal banda bo'lmasin. Hozir biz ixlosimiz bor, bilmasdan At-Tahiyotni o'qib yotibmiz-da, ma'nosini bilmaymiz. Lekin bilamiz shu yaxshi narsa, boya aytdik-ku, badan jimirlagan. Bilmaydi bular, ma'nosini bilsalar farishta bo'lib uchib ketadi osmonga. Men atayin xalqimga shuni yetkazay degan namozni mazmun mohiyat degan darslik qildim. O'sha shu qishlog'imda bo'lgan, o'shani eshitdik, ba'zida tashqarida hovliga odam sig'may ketadi, asfaltga chiqamiz. Qo'shnimizning oramiz bir 50 metr bo'lsa, asfaltda o'tiramiz. Asfaltni men o'zim qildirganman. Kechasi bo'ladi darslar, ba'zida mollar bo'kirib qolgan. Mu deb videodan ola olmagan. Qishloqda yozilgan darslar, ya'ni bu hammasi o'sha Eshon bobolarning karomati, Eshon bobolarning bizga qilgan nimasi bo'ladi? Duosi bo'ladi. Mana ukam Abdulloh qori haligi o'tgan mana 1,5 yil 2 yil bo'ldi. Butun dunyo musobaqasi, Qur'on musobaqasi bo'ldi-da, bir musobaqaning o'zi 1,5 yil davom etdi. Bir kun, ikki kun, bizga ertaga 2 kun tugaydimi? 3 kun davom etadi. 2 kun tugaydi. U musobaqa 1,5 yil davom etdi. Nega? 5 haligi patok deydimi? 5 haligi qismga bo'linib qilindi. 5-alasida ham, alhamdulillah, oxirgisida ham bu Abdulloh qorining o'g'illari 1-o'rin bo'ldi. Necha bizga nechta qatnashyapti? Odammi? Ha, 60 ta. 60 ta. Ha, unda 220 ming qori qatnashadi. 20 ming emas, 220 ming qorining ichida meni jiyanlarim bizda Jizzaxda nabira deyiladi. Chunki men ularning katta otasiman-da. Ukamning bolalari bizda nabira bo'ladi. Bu Toshkent vodiylarda jiyan deyiladi. O'sha jiyanimdek nabiralarim 220 ming qorni ichida 1-o'rin bo'ldi. Aka chiqdi. Oxirgi 10likka 10 ta qoldi. 220 mingdan oxirgi 5-inchisi bitganidan keyin 10 ta qoldi. 10 tasi ham ikkalasi bor. Lekin ukasi Abdurahmon kuchlilik qildi. Akasi ham qolib, u 1-o'rin bo'ldi. 220 mingning ichidan. Bu nimadir? Bu haligi Eshon bobolarning karomat duosi. U ham otamning naslidan, ya'ni ukamning bolalari shunaqa qilyapti. O'sha Eshon bobolar haqiqatda biz ulardan doim minnatdor bo'lib haqlariga duo qilamiz. Dinimizni o'sha din qilib ushlab turgan mustabid zamonida madrasa, o'sha masjidlar yo'q paytida o'shalar qilgan. Endi bularda savolga kelamiz. Bular aytayaplarki, mana men ko'rdim Eshon bobolarga shunaqa beri bor. Eshon bobolarga ular umuman xolis ixlos qilishgan. Ikkita qo'y tursa yaxshisini bergan. Nega? Bu inson bizning hidoyatimizga sabab bo'ldi. Xuddi payg'ambar alayhissalatu vassalom qanday insonlarni zulmatdan chiqib hidoyat topib jannatga kirishligiga sababchi bo'lgan bo'lsa, bular ham o'sha zotning zurriyotida bizni axir zalolatdan qutqazayapti, zalolatga ketib qolishimizdan bular o'zi aslab shu yo'lda sababchi bo'lyapti deb turib, eshonlarga mana shu hurmat ko'rsatilgan. Bizni Haydar otamiz kabi otalar nima qilgan ekan? Qizini bizda narzi deyiladi. Qizini nazr deyiladi arabchasiga, yoki tuhfa qilgan. Nega? Shu eshonni rozi qilsam, payg'ambarning avlodi shoyat shafoatiga yetishsam deb turib shunaqa hurmatlarni qilganda, bugunlik kunda haqiqatda Eshon avlod bo'lsin, Said avlod bo'lsin, siz payg'ambar alayhissalatu vassalomga bo'lgan muhabbatda ehtirom qilasiz. Muhabbatingiz Rasulullohga bo'lsin. Inshaalloh uni mana siz zafarini, uni barakasini inshaalloh dunyolaringizda Xudo xolisa topasiz. Inshaalloh. Hozir vaqtimiz ham narsa bo'lib qoldi. Ammo bu masala nima deydi? Masala o'sha eshonlarni, xo'jalarni kimligi. To'ldi bildik Said avlod. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan kelganliklari aniq. Dunyoda bu isboti haligacha topilgan katta nimalari bor bularning. Yoshlar uyushmasi deydi, shunday eshonlar uyushmasi, katta jamoatlar bor. Dunyoda ularning birligi bor. Mamlakatga bo'lingan holda bor. Ya'ni ularning soni bugungi kunda son so'roqsiz va o'sha shajaralari boyagi isbot bilan saqlanib turiladi. Bilasizki, Hazrati Amir Temur bobomiz ulamolarga qanday hurmat qilgan. Shu bilan tugataman. O'ng taraflarida ulamolar o'tirgan. Chap taraflarida vazir o'zorlar o'tirgan. Doim majlislari shundan iborat bo'lgan. Endi birida Hazrat Imom Jazariy kelishlaridan avval birinchiga o'sha Said Jurjoniy hazratlarini, ikkinchi
maqomga Imom Taftazani qo'yib qo'ygan ekanlar. Endi o'sha vaqtda vazirlar, saroy arboblari, siyosatchilar, maslahatchilari Sohib Qur'on hazratimi deyapti. Mana bu Said